Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizani kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yunusobod rayonida joylashgan kompaktli ikkita yonma-yon qurilgan uy, shundan bittasini video obzorini qilib beramiz. 3 qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan, podval birinchi va ikkinchi qavat, xonalarning soni 6 ta. Bu joyga orientiri Yunusobod rayonida joylashgan Zenit zavodi. Baraka mahallasi desa ham ko'pchilik biladi. Demak, darvozaxonagacha bo'lgan masofada bitta mashina sig'adiganlik joyi bor va hovliga kirganimizda yana bitta mashina sig'adiganlik joy qoldirilgan. Chap tarafimizda zeleniy zona uchun joylari ajratilgan. Qo'l tarafdan shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan kompaktli uy. Endi uyning ichiga kiramiz. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podval birinchi va ikkinchi qavat. Demak, imorat ichiga kirganmiz. Bu joyda to'g'rida zal joylashgan, chap tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, uning oldida birinchi qavat uchun umumiy sanuzel, uyga kirishimiz bilan o'ng tarafimizda hol bo'lyapti va chap tarafimizda oshxona joylashgan. Oshxonani ko'rinishi, kuxnya, stolovi, oshxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3,5 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu joyda zal joylashgan. Zalni razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metr. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaga kirganmiz. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3,5 metrni tashkil qiladi. Demak, birinchi qavatda oshxona, hol, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va zal bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. 4 talasi ham yotoqxona uchun mo'ljallangan. Ikkinchi qavatda 2 ta sanuzel bor. Bittasi ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel, mana to'g'rida bo'lyapti va yana bitta sanuzel ikkinchi qavatda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan. O'ng tarafimizda 2 ta xona va chap tarafda yana 2 ta yotoqxona joylashgan. Bola uchun ajratilgan yotoqxona razmeri uzunasiga 4 metr va eniga 3,5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda 5 ga 3,5 razmerda yana bitta xona joylashgan. İkinci qavatga ko'tarilganda chap tarafda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirganmiz. Xonaning razmeri 5 ga 4, 20 kvadratda o'z ichiga olgan yotoqxona. Va shu yotoqxonaga tegishli bo'lgan alohida o'zida yuvinish xonasi bor. İkinci qavatda joylashgan 4-chi yotoqxonaning ichiga kirganmiz. Bola uchun ajratilgan yotoqxona razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3,5 metr. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxona va 2 ta sanuzel bo'ldi. Endi imoratda podval qismiga tushamiz. Imoratda tegi butunlay podval qilingan va bir nechta xonalarga bo'lingan. Hamma joyga ko'prik polga tashalgan. Hozir uy egalari bu pol qismiga kavralarni yozib berishadi. Xudo xolasa 2-3 kunlar ichida to'laligicha tayyor bo'ladi. Prachka uchun ajratilgan xonaga kirganmiz va uning oldida kotelni joylashgan. Podval qismida vitishkalardan tashqari fortushkalari ham joylashgan. Trenajyor uchun mo'ljallashanglar ham bo'ladi. Shu trenajyorlarni hisobga olib rozetkali tashalgan. Bu joyda damashli kinoteatr uchun bitta joy ajratilgan. Va kichikroq orqa hovlisi bor. Qo'shni devordan 1,5 metr tashab imorat ko'tarilgan. Yana bitta xona konservatsiyadan saqlash uchun xalqning komnata sifatida foydalanish uchun ajratilgan.
Bu ko'rsatgan uyimizda Yunusobod rayonida joylashgan 1,5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 250 kvadrat, xonalarning soni 6 ta bo'ldi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino, ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. Narxi 190 ming dollar startda, yana kelishlariga joyi bor. Bu joyga qiziqganlar 99 856 70 80 raqamiga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.